Batur yüz minglagan, milyonlagan Uyg'urlardek Xitoyning vahshiy qirg'inchiligining zarbasiga uchrab, urug' tuqqan do'st yaranlardan ayrilib, yuragi qon-qon bo'lib ketganlardan biri edi. U oliy maktab bitirib bir shirkatda bir mezgil xizmat qilgandan keyin bir Xitoy xizmatdoshi bilan janjallashib qolganligi uchun ishdan haydalgan edi. Shundan keyin u vatanda adolat ichida inson sifat yashashning aslo mumkin emasligiga ko'zi yetib, chet ellarda hur yashash istikida ayolining roziligini ilib Turkiyaga chiqqan edi. Yanada ilib chiqqan mablag'ining oz bo'lishi va biror yaqinining bo'lmasligi ham Turkiyadagi turmushning qattiqchiligi sababli bir mushaqqatlarda Yevropaga kelib oldi. Aslida tirishchan bo'lgan bu yigit uzun o'tmayla o'z turishliq davlatning tilini tezli o'rganib, burun o'qigan kasbiga yaqin bir ishga kirib ishlashga boshladi. Va xeyli bayashat bir turmushi bor edi. Uning eng chong vazifasi ayoli va ikki farzandini tezdan o'z yoniga akib olish edi. Ko'chmanlar idorasi bu ishga sal vaqt ketadiganligi, uning savrchanlik bilan kutishi kerakligini ta'kidlaydi. Judolik dardini uzun tortgan Batur bir amallarni qilib ayoli va ikki bolasini Turkiyaga akilib shu yerda ko'rishdi. Va 2 haftalik sayohatga chiqqan oilasi bilan shu qadar shirin, tatliq bir qisqa muddatni yashagandan keyin ulardan ayrilishga faqatla ko'zi qiymay, o'z turishliq davlatning Turkiyada turishliq elchixonasiga oilasini boshlab kirib, ularga viza berib jam qilib qo'yishni o'tindi. Afsuski, konsuldagilar prinsipal masalalarni ta'kidlab, ishning bu yo'lda hal bo'lmaydiganligini, ularning savr bilan ko'chmanlar idorasidan xabar kutishi kerakligini ta'kidlab, yo'lga solib qo'ydi. Shu chog'da ayolining konsuldan chiqibla ho'ngrab yig'lab ketganligi Baturning hech esidan chiqmaydi. Amalsiz qolgan Batur ayolini bezlab, hozircha vatanga qaytib turishini, jam bo'lish ishini butun kuchi bilan tezdan ishga oshirilganligini aytib, qon yosh ichida ayoli va 2 umoq farzandini vatanga yo'lga solib qo'ygan edi. Afsus, ming afsus. U buning ularni oxirgi qatim ko'rishi bo'lib qolishini faqat tasavvur qilib boqmagan edi. Aradan uzun o'tmayla shum xabarlar kelishga boshladi. Batur Xitoyning intayin vahshiy hayvon ekanligini bilsa-mu, bu qadar inson qalbidan chiqqan maxluqlar ekanligini tasavvur qila olmagan ekan. Oilasidan ayrilib 3 oylardan keyin inisi bir ommaviy telefondan uningga telefon ochib, ayolining chegirdan kirishigala Xitoy soqchilari tarafidan tutib ketilganligini, sababining nima ekanligini bilmaydiganligini, hozir noma'lum bir yerda tutilib turayotganligi, hech kimning yo'qlab berishga ruxsat qilinmaganligini aytdi. Balalar bo'lsa vaqtincha opasining yanida ekan. Shu kunidan boshlab Baturning hayoti tubdan o'zgardi. Olam endi uningga tor keldi. Kech-kechalab qor besib, vaqirab uyg'onib ketdi va bara-bara uxlay olmas bo'lib qoldi. Doktori uning holatidagi o'zgarishlarni bayqagandan keyin uni bir mezgil dam olishga buyurdi va idorasiga kasallik ruxsati yozib berdi. U kundadagidek Allohga yolvorib yig'laydi. Ayoli va bolalarni aman eson ko'rgilida bo'lsa, ming o'lsimi rozi edi. Ammo taqdir uni qasddan qiynayotgandek qiladi. Avval inisining sababsiz tutib ketilganligining xabari keldi. Misrda o'qigan 2 navr inisining
lagerda vurup öldürülgenlikini anlap, tamlarga üsüp baş közünü kanıga boyuydu. Dadısı əslidilli keselçen bolup, reallıqqa yüz tutalmadı bolğay. Baldur alemden ötdü. Bala kelse qoş degen söz Baturga addi deyilip qalgandekle idi. 2 yıl hiç xəbərini alalmagan ayalının lagerda can üzgenlikini anlagana da Batur'un közlerden yaş axmedi. Eksinçe ot çaqnedi. Əslidilli siyasiga qiziqmaydigan Batur mana endi siyasi xəbərlərə diqqət qiladigan bo'lib qoldi. O qandaqdır bir yol izləyətqandək qıladi. Ətrafdakı Uyg'urlardan, vatandakilar dal bizdek vatan sirtidagilardan umid kutadi degan so'zni ko'p anglag'achqimikin, biznikilar nemish qilayotgandi degan xiyolda diasporadagi Uyg'urlarning siyosiy faoliyatlarini kuzatadigan bo'lib qoldi. Namoyishlarga qatnashib, bar ovozi bilan tovladi va uzun o'tmayla seskendi. İşitning beshiga birdan degandek ko'p tashkilotlar, ulardagi sapasizliklar, to'xtamay qaynab turadigan jangi jidallar, xotinini Xitoy bir nima qilayotsa Allohga nola qilib yig'laydigan hazdeksimon soqolliqlar, xalqni nadan ko'rib o'zini bir nimasi qilib ko'rsatishga tirishadigan ekran xumar artistlar, Allohning nomida odam qo'rqitib o'z nafsiga cho'q tartibli yuradigan imonsiz chalamollamlar. Hammadan uning g'azabini o'riltidigani qonxo'r Xitoy bilan hozirgacha bir sahnada eg'iz burun yalashib siyosat o'ynayotgan siyosiy qo'yimchilar. Bir yanda xalqqa bizda 70 ming mustaqillik talab qiladi deb qo'yib, yana bir yanda o'zlariga pul berayotgan xo'jayinlar oldida Uyg'urlarni indigenous millat qilib ko'rsatishga tirishayotgan siyosiy qo'yimchilar. Diqqat qilmasimi bo'lgan ekan. Bu ishlarni ko'rgandan keyin u doim vankatib, qari diva va tulkiga o'xshash milliy munofiqlarni o'ltirib tushaydigan bo'lib qoldi. Ümid nada? degan savol uning zehnini chirmab olgan edi. Bir kuni bir yaqini jiddiy chiroy uni izlab keldi. Adash, bir ishga jazm qila olmaysan izlab keldim. Ma'u videoga qarab baqa. Nima video ekan o? Ma videodagi bolaning kimligiga jazm qila olmay san keldim adash. Ko'rganning yoqi po'qiyavagandek bo'lib qoldim. Taxminim xato bo'lgan ilohim deb sana ming tasdiq keldim. O telefonida Facebook'taki bir videoni Baturga ko'rsatdi. Videoda bir sat Xitoy tatayning yanida qosh ko'zlari parlab turadigan bir chiroyli Uyg'ur bolasi turadi. Bu tatay o'ziga yepishmay tortinib turgan bolani ha deb o'ziga tortib, "Mening o'g'lim chiroylimikan?" deb cho'shqidek xortildaydi. Baturning beshi to'yoqsiz pirrada qiyib, bir tonliq eg'ir tosh o'g'zidan tushgandekla turgan yerda o'tirib qoldi. Yanidagi do'sti bir nimalarni da'vatgandek qiladi. Ammo Batur hech nimani anglamaydi. Uning ko'zlari qetib qolgan edi. Heyliq yiqini xeyli kuchab uning diqqatini tortolmagandan keyin asta mengib chiqib ketdi. U shu yerda qanchalik o'ltirdi ekan. Ishqilib eng az 2-3 kun o'ltirgandek qiladi. Necha vaqtdan og'izlar bilan izdirikini qilolmay yurgan omoq o'g'li mana endi 100 minglagan Uyg'ur narisida bolalarining qatorida bir ishplas Xitoy oilasiga bola qilib bo'lib berilgan ekan. Yeter! Allah bizni inson qilib yaratdi ekan.
inson deganlik izzat obro'yi, vijdon g'ururi bilan yashash demakdir. Bundaq ishtek yashagandan ming o'lim a'lo emasmi? Mening endi yashashga yana nima asosim bor? Mushundoq ahmiyatsiz yashab u dunyoga borsam, Alloh meni bandilikka haqorat qilding deb udul dovzoqqa buyurmasmi? Yaqinda Xitoydan qisos olgan qarindoshlarim menga qanday yashashni ko'rsatib berdi. Endi yo'l topdim. Batur birdilla qattiq ruhlandi. Buning uchun endi düşmanidan intiqom olishdan ortiq lazzatlik va ahamiyatlik ish yo'q edi. Bu yo'lda o'lim ne'mati deysiz. Agar qisosimni ilib o'lib ketsam, u dunyoga borganda bo'lsa-mu, rahmatlik ayolim va qon qarindoshlarimga beshimni ko'tarib qaraya olmayman. Uning yuziga birdilla ajoyib bir illiq kulgi yugurdi. Hamma ishni qilish uchun kasb egasi bo'lib ketishingiz shart emas. Yurakda o't yondimi, daraxt ustidami yo'l tepib osmonga safar qila olasiz. Mana bugun Batur ana shundoq yot ham xatarlik bir yo'lga qadam qo'ydi. Bu ishda mag'lub bo'lsam oqibat qandoq bo'lib ketar deganni o'ylab qo'ymadi. Chunki endi uning vujudidagi intiqom o'ti uni ortiq o'ylashga va yoki allaqandoq bir vahimalarga bo'ysunishga yo'l qo'ymaydi. Hayotdan voz kechgan kishida yana uttirdigan nima bor deysiz? Bu kichik davlatni tanlab olgandan keyin bir mashina kiradi. Xitoy konsulining atrofida eng az 4-5 kun uzoqdan kuzatish elib bordi. Pandemiya davri haqiqatan zerikishlik bo'ladi ekan. U ba'zida 4-5 soatlab konsul ishikidan hech kimning kirib chiqmayotganligini bayqab ich pushatdi. Va o'zi kutgan uchurlarga erishilmayotgandek bir to'yg'u bo'lib tortadi. Bu bir qancha qatam konsuldan chiqqan qor plakatliq mashinalarning keyinidami yoshurun agishib menib boqdi. Ammo ko'pincha hollarda u mashinalar qurolli qo'g'diladigan binolar yoki hovlilarga kirib ketganini ko'rib, orqasiga yenishga majbur bo'ldi. Ba'zida u konsuldan piyoda minib chiqqan Xitoylardan keyindan menib boqdi. Ammo bir yillarga borgandan keyin ularning xuddi oddiy fuqarolardek cho'ng savdo markazlarida aylanib yurganligini ko'rib, bular muhim odamlar emas o'xshaydi deb hayladinmi yenib qoldi. Yo'q, zodi ichiga kirish kerak ekan. U oxiri mush qarorga keldi. Ve konsul atrofidagi bir egizroq binoning ust qavitiga chiqib, uzoqdan konsul hovlisini kuzatdi. Hovlining sol tarafidagi yo'g'on bir tub daraxt uning diqqatini tortdi. Ko'rdiki, her 2 kunda qarallik hovliga kirib chiqadigan axlat mashinasi ana shu daraxtning ostidan surkilib degandek o'tib ketadi. Ve 10 minutlargacha ishini tugitib chiqib ketadi. Konsul oldidagi post turgan qurolliq soqchimi u mashina har kelganda shofir bilan qisqa bir nimalarni deyishibla eshikni ochib beradi. Qarmoqqa ular koni tunishlardan bo'lib ketgandeklaydi. Baturning qallasiga bir plan keldi. Ve 2 kundan keyin axlat mashinasi konsuldan chiqqan aman mashinasini haydab keynidan agishib mangdi. Mashina orada yana bir qancha konsulga kirib chiqdi. Ve shahar sirtidagi bir axlat ko'ydirish o'rniga axlatni to'kkandan keyin alahazal yarim soatlar minib bir shirkatning ichiga kirib ketdi. Batur ko'rdiki,
Bu bir tar darvozaliq oiladagi shirkat bo'lib, qo'g'diladigan bir yerda qilmaydi. Darvozada bir dejurniy xodim o'ltiradigan bo'lib, u ba'zida bor, ba'zida yo'q edi. İşten tushganda bo'lsa, darvozani qulflab, eski bir mashinasini haydab ketib qoladi. Batur bir qancha kunlik kuzatishdan keyin axlat mashinasining qaysi kunlari va qaysi soatlarda konsulga keladiganligini aniq bilib oldi. Va bir kechasi shirkatning temidan ortilib tushib, haliqi axlat mashinasining ustiga yomishib chiqdi. Maşının axlat konteynerining üstü tarafida avtomatik axlat kirgizadigan yo'g'on bir yo'lchiq bor bo'lib, yerim yep holatda turdi ekan. Ichi bo'sh bo'lsa-mu, bir xil badbo'y sesiq puroq chiqib turadi. Batur konteynerning ustidagi tuz yerga o'ltirdi va o'zi elib kelgan so'mkasidan bir adyalni elib, u yerga ichib yoydi. Ve so'mkani qatlab yostiq qilib, osmonga qarab yotdi. Osmonda jimirlab turgan sonsizlagan yulduzlarga qarab, cho'nqur xiyollarga cho'mgan Batur biroz bo'lsa-mu uxlab olishga tirishdi. Ammo uyqu bugun onunga yot edi. U butun hayotini bir eslab chiqqandek bo'ldi. Turib cho'nqur tartib konteynerini mushlab qo'yadi. Turib ko'zlariga ixtiyorsiz yosh elib, buqildab yig'lab ketadi. Hayot nima degan ochiq va rahimsiz a? İnson nima degan rahimsiz va vahshiy ha? Agar Uyg'ur emas, boshqa millatdan bo'lib tug'ilib qolgan bo'lsam, belkim insoniy sübtim bilan yashar edim ha? Yo'q. Sebep Uyg'ur bo'lib qolganimda emas. Sebep bizning tarixdan qulluqda yashab, ichi to'mirga aylanib ketgan bir vahshiy qulga qul bo'lganimizda. Bu shu qadar vahshiyki, bizdeki insonlik hissimiz bilan onunga muomala qilishimiz, hatto onundan insof kutishimiz dunyoda misoli yo'q ahmoqonalikdir. Onunga faqat va faqat o'zining tili bilan javob qilish kerak. Ana shu chog'da u yirtqichligidan ozroq bo'lsa-mu yonadi. Chunki uning joni bek tatliq. To'qin o'ltirib, maymunni qo'rqitish dal mushu nijislarning kashfiyoti emasmidi? Ular shundan boshqani bilmaydi. Biz his qilganlarni dunyomi his qila olgan bo'lsa-edi, dunyo Xitoyning bugünkidek terisiga patpas holatga kelishiga qat'iy yo'l qo'ymagan bo'ladi. Afsus. Dunyoning uni his qilishiga yana zamonlar ketadigan o'xshaydi. Angacha biz bormi yo'q? Cho'nqur xiyollarga botgan Batur bir vaqtlarda amdili ko'zini yumgandek qilishiga sharoq-shuruq qilib darvoza eshigining ochilishi uni sergaklashtirdi. U darhol adyalni yig'ishtirib, heliqi yo'lchiqdan konteynerning ichiga kirdi va adyalni shu yerga silib o'ltirdi. Qancha soatlar o'tgan, ishqilib Batur u sesiqchilikda tishini tishlab savri bilan xeyli uzun o'ltirdi. Ba'zida u beshini bilinar-bilinmas konteyner sirtiga chiqarib, cho'nqur nafas elib oladi. Mashina oxir qo'zg'aldi. Taxminan yarim soatlardan keyin bir yerda to'xtadi. Va shoför biri bilan bir nimalarni deyishdi. Batur konteynerdan asta beshini chiqarib, mashinaning konsul oldida to'xtaganligini ko'rdi. Mashina uzun turmayla asta ochilgan konsul darvozasidan kirdi. Batur shaddaslik bilan konteyner ustiga yomishib chiqdi va
Машина heyliq yo'g'on daraxtning ostidan o'tganda birli sakrab daraxtning yo'g'on bir shexaga esildi va tezli yalmishib daraxtning qo'yiq yopirmoqlari orasiga yo'shirinib oldi. Yurak düpildab so'qatdi. U biroz terligandekmi qildi va yanglari bilan peshonasiga terlarini surtdi. Uzun o'tmay mashina asta minib konsuldan chiqib ketdi. Baturning amdi yuragi o'rniga tushdi va yo'g'on shoxning bir tuzrak yeriga dum yetib olib, atrofga quloq soldi. Qo'yiq yopirmoqlar atrofni ko'rsatmasimi, to'van tarafni g'ilpal ko'rgili bo'ladi. U konsuldagi Xitoylarning daraxt ostiga kelib paranglashib qolishini kutgan edi. Chunki hech bo'lmasa u nejislarning nima deyishadiganligini bir anglab, ular to'g'riliq ozroq bir nima egallashni o'ylaydi. Ammo soatlar o'tdi. Daraxt ostidan bir qancha mashina o'tib ketganini hisobga olmaganda hech kim kelmadi. Qanchalik vaqt o'tdi ekan? Ishqilib Batur daraxt ustida o'tiraverib bakma qiynaldi. U turibla daraxtdan sakrab tushib, konsul binosiga kirishni xiyolga keltirib baxtdi. Ammo bir ochiq kulib qo'yib, o'z joyida o'tirishni davom qildi. Sabr kerak, sabr. Bo'lmasa ishni buzasan, deydi u ichida. Bir vaqtlarda daraxt ostidan bir qancha mashina keyin-keyindan o'tib ketdi. Xitoylar ishdan tushgan edi. Yana bir muncha savrdan keyin qorong'umi tushdi. Yerim kechalar bo'lgan bir vaqtda Batur asta daraxtdan yamishib tushdi. Uning ustiga kiyib olgan qop-qora kiyimi tun qorong'usiga singishib ketgan edi. U tomni asta bo'ylab menib konsul binosiga yaqinlashdi va atrofni kuzatib, mökünib turadigan yerini tanlab olgandan keyin shu yerda tong otqicha mökünib yotdi. Davomi bor.